sinfdoshimni to'ydamiz. Xotiniga qaraganda ichkilikni kuchliroq sevadigan do'stim kosada bittani otib oldi. Nahorgi oshdan hisoblasak, bu 17-kosasi edi. Kuyovni xolalari so'zga chiqqanda ularga aloqasi bo'lmasa ham ergashib, 4-sinfda musiqa o'qituvchisini sevib qolgani, keyin mehnat o'qituvchisi ularni muhabbatini barbod qilganini yig'lab gapirib berdi. Qudalarning stoliga borib yana bittani urgandan keyin qudani urdi. Qo'shiqchi ruscha qo'shiq aytganida oldiga borib rasta so'kdi. Bu senga ruslarning to'yimi, milliyligimiz qani deb. Orqasidan Shakirani qo'shig'ini ettirtirdi. Kuyov stolda turgan to'yana pulni olib rastga tushayotganlarga qistirgani yetmaganda, uni orasida kelin kuyovga atalgan Dubayga sayohat sovg'asini ham qistirib yuborgan. Mahalla raisi to'y tugatish uchun ko'chadagi transformatorni o'chirgan. Transformator to'yxonaniki emas, domniki ekan. Domdagilar chiroqsiz to'y esa davom etdi. Oxirgi nuqta do'stim mikrofonni olib kuyovga xotin qulisan deb baqirgani bo'ldi. Hayron qoldim. Chunki do'stim ham ichkuyov. Ularni ajratmoqchi bo'lgan video operatorga "Sen ham oddiy operatorsan-u, hech yoqqa bormagansan-u" deb pastga urdi. Shundan keyin video operator bitta tirsakni berib uxlatib qo'ydi. Buni eshitgan mahalla raisi endi to'yni davom ettirsak bo'ladi deb transformatorda domi chirog'ini yoqib, to'yxonanikini o'chirib qo'ydi. To'y ertasiga do'stim hammadan uzr so'rab chiqdi. Mahalla raisi bo'lsa xotini bilan Dubayga uchib ketdi.